Bu qandaq g'alati buyum? Bu 1841-yili Shvetsiya keşif qilgan avtomatik sham o'chirgich bo'lib, hozirgacha 185 yil bo'lgan. Sham kuyib belgilangan o'rin kelganda, ikki tarafdagi prujinlar tezlikda markaziga qarab yopilib, qaralik o't o'chirish unimiga yetadi. Bu qandaq g'alati buyum? Bu 1890-yili Amerikada yasalgan olmaning postini so'yish, urug'ini elish mashinasi bo'lib, olmaning sirtqi yuzidagi postini so'yitib qolmay, yana olmaning ichidagi urug'isini elib o'tgan bo'ladi. Hozirgacha 136 yil bo'ldi. Bu qandaq g'alati buyum? Bu 1930-yili Amerikada yasalgan xat urish mashinasi bo'lib, hozir iqtidor normal, yanada normal ishlatgan bo'ladi. Bu qandaq g'alati buyum? Bu 1900-yili Amerikada yasalgan kompyuter mashinasi bo'lib, hozirgacha 126 yil bo'lgan. Bir jup sariq mis dumlama chaqqa tayinib, bir qatimda butun shokoladni cho'ng-kichikligi tegishli chasa qilib yasagan bo'ladi. Bu qandaq g'alati buyum? Bu 1896-yili Amerikada yasalgan qarindosh qalam ushtag'ich bo'lib, hozirgacha 130 yil bo'ldi. Faqat o'ng tarafdagi egri dastni aylantirishla metal chiqchoqni aylantirib qalam ushtay oladi. Bu qandaq g'alati buyum? Bu 1987-yili Amerika Kambar ishlab chiqargan qulaylik qo'l kompyuteri bo'lib, ayni yillardagi tunji tartish bahasi 3999 Amerika dollariga yetgan. Hozirgi 10,000 Amerika dollariga keladi. Hargizmi odatdagi kishilar asonli ega bo'la oladigan e'tiborli buyum emas. Bu qandaq g'alati buyum? Bu 1960-yili Amerika keşif qilgan tanga ayrıg'ich. So'mmasi o'xshash bo'lmagan tangalarning tishliqchoqdan serilib tushishiga ergishib, ular cho'ng kichiklikka asosan astidagi qutiga tushadi. Chunki har bir tushuk tangaga masalda yasalgan. Shunga ayirib chiqilgan tangalarning xatolik nisbatini 0 deyishga bo'ladi. Bu qandaq g'alati buyum? Bu 1913-yili Amerika keşif qilgan yiqilg'i gaz motori bo'lib, normal quvvati 600 at kuchi. Hozir qadar 113 yil bo'ldi. Hozir iqtidor normal, yana normal ishlatgan bo'ladi. Bu qandaq g'alati buyum? Bu 1930-yili Amerika keşif qilgan benzin kiralg'isi bo'lib, hozirgacha 96 yil bo'lgan. Uningda put bilan dasash usuli qo'llanilgan. Bu uning xot qismi bo'lib, üst tarafining kiyim quritish iqtidori bor. Yuyilib bo'lgan kiyimni tiqib, ikki domilma chaqis usuli orqali kiyimdagi suv tarkibini siqib chiqardi. Bu qandaq g'alati buyum? Bu 1920-yili Amerikada yasalgan tok bilan bulka pishirish mashinasi bo'lib, hozirgacha 106 yil bo'lgan. Uchiq qizdirish loyihasi qo'llanilgan. Qaqlab bo'lgandan keyin bir tarafini o'rib, yana bir tarafini davomli qaqlab pishirg'ili bo'ladi. Bu qandaq g'alati buyum? Bu 1895-yili Amerika keşif qilgan kino qo'yish apparati bo'lib, hozirgacha 131 yil bo'ldi. Karton kitob varaqlash prinsipiga asosan ichki qismidagi yumaloq taqsiga bir butun yugam o'zliksiz tinch holatdagi karta muqimlashtirilgan bo'lib, tutqichni aylantirishla bu tinch holatdagi kartalar yuchiqsiz jipslashtirilib, mukammal bir bilik kichik filmni shakllantirdi. Bu qandaq g'alati buyum? Bu 1925-yili Germaniyaning Siemens shirkati yasalgan issiqlik bilan harakatlanadigan shamoldirg'ich bo'lib, hozirgacha 101 yil bo'lgan. Uningga sterlinlik motor o'rnatilgan. Ostidagi kirsin chirog'ning issiqlik energiyasi mexanik energiyaga aylanib, yalpigich simon paloqni davomli aylantirdi. Bu qandaq g'alati buyum? Bu 1942-yili Angliya keşif qilgan kirsin chaqma qaramaqa nihoyat qiziqarli ko'rindi. Bu qandaq g'alati buyum? Bu 1950-yili Amerikaning Excel'da ishlangan ko'pingi yuzlik bosma mashinasi. Har qatim besishdan burun bosma meyni domilma chaqarqiliq bu yumaloq temir parchasiga tegishli surkaydi. Orqadan elimizning qadimgi davrdagi mix matba texnikasiga o'xshash xat ambirdagi munosib harflarni elib qilib qaratib ulaydi. Shunday qilganda munosib mazmunlarni besib chiqarg'ili bo'ladi. Bu qandaq g'alati buyum? Bu 1910-yil atrofida Amerikaning National ishlab chiqargan pul elish mashinasi bo'lib, hozir qadar 116 yil bo'ldi. Xaridorlarning naqd pulini topshirib olganda pul yiqichi cho'qim munosib sonliq qimmatli sonlarni besib, ondan tutqichni tartsa chiqchoq jog'larning foyda sommasini xotirlaydi. Bundaq bo'lganda pul yiqichning naqd pulni yutib olishning oldini olg'ili bo'ladi. Bu qandaq g'alati buyum? Bu 1840-yili Italiyada yasalgan mexaniklik bexatar ishkab bo'lib, hozirgacha 186 yil bo'lgan. Uning sirtqi yuzida bir döve yumaloq tugma bor. Ochqish og'zimi bu yumaloq tugmalarni yo'tilganda ondan ochiladi. Uning ustiga uningga 3 ochqish kerak. Hatto ochqish og'zini ochadigan yumaloq tugma bilan ochqishning ochilish tartibini qalayimqan. Uning murakkab ochilish bosqichiga ishkab egisidan boshqalarning hech qanday amali yo'q. Shunga u ayni chaqdagi eng bexatar ishkab deb atalgan.